5 mashhur ichimlikdan umuman voz kechish kerak. 5-o'rinda Coca-Cola. Bu mashhur gazli ichimlik tarkibida fruktoza miqdori yuqori bo'lgan makkajo'xori siropi va shakarlar mavjud bo'lib, u semizlikka olib keladi va jigar kasalliklarining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. 4-o'rinda Prime. Ushbu virusli ichimlik tarkibidagi kofein miqdori haqiqiy darajada oshkor qilinmagan. Ayrim bankalarda uning miqdori 2 baravardan ortiq bo'lib, bu dozani oshirib yuborish xavfi ham bor. 3-o'rinda Red Bull. Sizga qanot beradi degan va'dalarga qaramay, bu ichimlik reklama talablari bo'yicha sudga tortilgan. Tarkibidagi ko'p miqdorda kofein va shakar borligi sababli bu ichimlik bezovtalik va yurak muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. 2-o'rinda Monster. Ushbu energetik ichimlik yurak urishini tezlatish va qon bosimini oshirish bilan bog'liq va uni iste'mol qilish juda xavfli tanlov. 1-o'rinda Starbucks Frappuccinosi. Ilgari tarkibidagi oshqozon yallig'lanishi bilan bog'liq bo'lgan kollagen moddasi uchun tanqid qilingan bu ichimliklarda shunchalik ko'p kaloriya bo'lishi mumkinki, uning tarkibidagi kaloriya hatto kuchli ovqatdan ham ko'p. Ammo oziq-ovqat qiymati deyarli yo'q. Salomatligingizni saqlang va ushbu ichimliklarni o'ylab iste'mol qiling. Agar siz yuksalishni va biznesda muvaffaqiyatga erishishni xohlasangiz, bizning Telegram kanalimizda 21-asrning eng noyob asarlarini topishingiz mumkin. Telegram kanalimizga